Assalomu alaykum. Cooking Dilfuza kanaliga xush kelibsiz. Onajonlar, bugun sizlar bilan sabzavotli kotlet tayyorlaymiz. Bu kotletimiz 9-10 oylikdan mumkin bo'ladi. Bug'da pishgan brokolimizni vilka yordamida ezib olamiz. Qirg'ichimizni mayda tishidan qovoq va sabzimizni chiqarib olamiz. 2 choy qoshiqda tvorog, 2 choy qoshiqda suli uni qo'shamiz. Suli uni va guruch uni yengil hazm bo'lgani uchun shu unlardan foydalanaman. Tuxum sarig'ini qo'shib yorib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qo'limizni suv bilan namlab, kotlet ko'rinishida yasab olamiz. Bu bizga masalliqlar qo'limizga yopish qolmasligida yordam beradi. Onajonlar, bu sabzavotli kotletimizni bug'da, duxovkada, skortkada pishirib olsangiz ham bo'ladi. Men bugun skortkada pishiraman. Tavamizga juda oz miqdorda zaytun yog'i solib, kotletlarimizni orqa va oldini qizartirib olamiz. Tavangizni qopqog'i bo'lsa, dimlab pishirsangiz ham bo'ladi. Kanalimiz rivojlanishi uchun menga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.